boshlaymiz Murod aka. Eksperimentning uni qanaqa eksperiment bo'ldi? O'z videoni oxirida ko'rasiz aka. Uzilib ketadi lekin aka. Uzilmaydi. 4 ta xalta 100 4 kilo. ta xalta 100 kilo-yu. Taxtalar bilan ortiq ham bo'ladi. O'z buni qo'ydim. Mashina bilan tortasiz. Bu ko'tarilishi kerak. Qani? Ishlab beradimi yo'qmi? Mashinani yoqing. Ketdik. Ko'rib turganlaringizdek 100 kilodan oshiq yukni ko'tarib turibdi. Nimaga buni qildik va nimani eksperiment qildik? Taxtani ko'rib turgan bo'lsangizlar, yaqinroqdan ko'rsangiz, o'rtasidan kesganmiz va kley bilan kleylaganmiz va tortishish, ya'ni zishligini tekshirish maqsadida delta kley bilan kleylaganmiz. Buni zishligini va tortish kuchini qanchalik ko'tariladi yoki ko'tara olmasligini tekshirish maqsadida shuni eksperiment qildik. Bu yerda 4 ta xalta 25 kilodan 100 kilo bo'ladi. Taxtalar bilan bular bilan 100 kilodan oshiq yuk bo'ladi. Va mashina bilan tortdik, ko'rib turgan bo'lsangizlar, bu tomondan nagruska, bu tomondan nagruska. Ikki tomondan tortilib turibdi, lekin havoda muallaq yaxshi turibdi. Taxtaga shunga o'xshagan narsalarga ishlatsangiz bo'ladi. Buni shunaqa kichik o'lchamdagisi bor va o'rta o'lchamdagisi hamda katta o'lchamdagisi bor. Katta o'lchamdagisidan zavodga o'xshagan shunaqa taxta, eshik, MDF, mebel katta zavodlarda ishlatiladi. Bu mahsulotimiz Eron mahsuloti bo'ladi, juda ham sifatli va yaxshi mahsulot bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, shuncha yukni ko'tarib turibdi, sinovimizdan o'tdik. Keyingi safar buni boshqa xil sinovlardan o'tkazib ko'ramiz.